Zamzam suvi va uni fazilatlari haqida juda ko'p muborak matnlar vorid bo'lgan. Jumladan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganlar: Zamzam suvi taom o'rnini bosuvchi ozuqa va kasallikka shifodir. Taom o'rnini bosuvchi degani inson uni ichsa to'yib taomga ehtiyoj sezmaydi. Kasallikka shifo degani esa Alloh taoloning izni bilan u turli dard va xastaliklarga davodir. Bu ma'no Abu Zar al-G'afforiy roziyallohu anhu hijratdan oldin Makka da islomni qabul qilish voqeasida ham yaqqol namoyon bo'ldi. Bu hadisni Imom Muslim o'z sahihida rivoyat qilgan. Abu Zar roziyallohu anhu Makka ga kelganida Qurayshning qattiq ta'ziqlari sababli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yashirinib yurar edilar. Keyin u zot bilan uchrashgach, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam undan so'radilar: Bu yerda necha kundan beri yuribsiz? U dedi 30 kun u 30 kecha, ya'ni bir oy. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilar: Sizni kim taomlantirdi? Qayerda ovqatlandingiz? Abu Zar roziyallohu anhu javob berdilar: Meni taomim faqat Zamzam suvi edi. U aytadilar: Shunchalik to'ydimki, qornimda qatlomlar paydo bo'ldi va jigarimda ochlikdan hech qanday zaiflik sezmadim. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar: U muborakdir. U taom o'rnini bosuvchi suvdir dedilar. Imom Tabroniy Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Yer yuzidagi eng yaxshi suv Zamzam suvidir. Unda taom o'rnini bosuvchi ozuqa va kasallikka shifo bor. Mujohid rahimahulloh Zamzam suvi nima niyat bilan ichilsa, shu uchun degan hadisni sharhlab aytganlar. Alloh taolo sizning niyatingizga qarab Zamzam ichishingizni yozadi. Agar uni shifo uchun ichsangiz, Alloh sizga shifo beradi. Agar chanqoqlik uchun ichsangiz, Alloh chanqog'ingizni qondiradi. Agar ochlik uchun ichsangiz, Alloh sizni to'ydiradi. U yana aytganlar: Bu Jabroil alayhisalomning oyoq izi bilan chiqqan suvdir va Ismoil alayhisalomga Allohning sug'orishidir. Imom Ibn al-Qayyim rahimahulloh o'z kitoblarida salaf ulamolarini Zamzam bilan bog'liq ajoyib tajribalarni keltirganlar. Ular Zamzamni turli niyatlar bilan ichganlar va g'aroyib natijalarni ko'rganlar. Ibn Qayyim rahimahulloh aytganlar: Men va boshqa Zamzam bilan shifo izlab ajoyib holatlarni ko'rdik. Men uni bir necha kasalliklar uchun ishlatdim va Allohning izni bilan shifo topdim, dedilar. U zot yana aytganlar: Men shunday kishilarni ko'rdimki, ular kunlab, hatto yarim oyga yaqin Zamzam bilan oziqlanib yurdilar. Ochlik sezmadilar va odamlar bilan birga tavof qilar edilar. Demak, Zamzam nima niyat bilan ichilsa, shuning uchun. Yer yuzidagi eng yaxshi suv, uni qudug'i esa eng yaxshi quduqdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, ba'zi odamlar aytadi: Men Zamzam ichdim, lekin ta'sirini sezmadim, kasalligim qolmadi. Unga aytiladi: Allohning va'dasi haq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlari rost. Ayib Zamzamda emas, ayib niyat va sizning yaqiningizda. Chunki ey azizlar, farq bor. Zamzamni sinab ko'ray deb ichish bilan uni chin dildan bu meni dardimga shifodir degan ichish o'rtasida osmon bilan yer o'rtasidagi farq bor. Yana ajoyib ta'sir qiladi. Misol keltiray. Bizdan birimiz boshimiz og'riqni sezsa, og'riqni qoldiruvchi dori ichadi. Hali dorining ta'siri tibbiy jihatdan boshlanmasdan turib, u yengillik his qiladi. Nima bo'ldi? Unda bu dorining foydasiga ishonch bor edi. Lekin Qur'on va Zamzam bilan shifo izlashda ular eng buyuk shar'iy davolar bo'lsa-da, ba'zan ularni faqat tajriba sifatida qabul qilasiz, ishonchsiz. Alloh taolo aytadi: Biz Qur'ondan mu'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan narsani nozil qilamiz. Har kim niyatiga, yaqiniga qarab beriladi. Sizning niyatingiz bilan, sizning yaqiningiz bilan. Zamzamga oid sunnatlardan biri undan to'yib ichish. Tadallu degani inson qorni to'lib, hatto qovurg'alarni uning alomatlari ko'rinadigan darajada ichishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Biz bilan munofiqlar o'rtasidagi farq, ular Zamzamdan to'yib ichmaydilar.
Ulamolar aytganlar, Zamzam oddiy yengil suv emas, unda biroz sho'rlik bor. Shuning uchun uni faqat iymon va ittibo bilan ichgan kishi ko'p icha oladi va unga shifo bilan baraka qo'shiladi. Munofiq esa buni ma'nosini his qilmaydi. Hop. Zamzamni Makkadan tashqariga olib chiqish joizmi? Ha, joiz. Bu borada ixtilof yo'q. Salaflar uni o'z yurtlariga olib ketganlar. Oysha roziyallohu anha Zamzamni olib yurar edilar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham shunday qilganlari haqida xabar berganlar. Zamzamni Makkadan chiqishi uni barakasini ketkazmaydimi? Zamzamni ichishdan boshqa maqsadlarda ishlatish joizmi? Joiz, unda hech qanday gunoh yo'q. U bilan g'usl qilish yoki boshqa ishlardan foydalanish mumkin, lekin aqlli inson biladiki, muborak suv eng katta manfaat beradigan ish uchun qo'llaniladi. U ham ichish va oziqlanishdir. Agar insonda Zamzamdan boshqa suv bo'lmasa, u bilan tahorat olsa yoki tahorat to'g'ri bo'ladi. Bunda ixtilof yo'q. Xo'p, xulosa, Zamzam buyuk ne'mat, ulkan baraka, iymoniy xazina. Lekin undan foydalanib olish kaliti chin niyat va Allohga mustahkam yaqinlik.